Bitta qizil yara ko'rgan shifokor va keyingi juda ham yaxshi emas, bu yaxshiliklarga olib kelmaydi. Albatta kuydirish kerak, muzlatish kerak deb hammani shunaqa kuydirishyapti deb aytdi. Bu juda ham noto'g'ri va achinarli. Chunki bachadondagi qizarishlar, ektropionlar bular normal holat bo'lishi mumkin. Albatta sitologik tekshiruvlardan keyin bir qarorga kelish mumkin. Bu haqda xulosaga kelish mumkin. Bachadon bo'yinda qizarishlar kuzatilyaptimi? O'sha stik bor, atrofida chiziq bor. Mana shu chiziqda VPC degan virus bor, rak chaqiruvchi virus. Shu stikda qizarib turgan va qizarmagan sog'lom hujayralar o'rtasidagi chiziqda u viruslar ko'payadi. O'sha yerda rak chaqiradi. Agar biz kuydirganimizda, biz o'sha shekalarni muzlatganimizda, qo'pol qilib aytganda, bu chiziq bachadon ichiga kirib ketadi va bachadon ichida biza oddiy ko'z bilan yoki sitologiya bilan yoki kolposkopiya bilan rak boshlanishini ko'ra olmasligimiz va bu bachadon bo'yni raklarini oldini ola olmasligimiz mumkin. Bu achinarli holat deb hisoblayman. Albatta har bir kuydirishdan oldin, sizga tavsiya qilayotgan kuydirishdan yoki muzlatishdan oldin yaxshilab tekshiruvlardan o'ting. Agar jiddiy ko'rsatma bo'lmasa, bachadondagi qizarishlar, ektropionlar, servititlarni albatta hisobga olmaganda, servititlarni bu yallig'lanishdan keyingi qizarishlar bo'ladi. Bu shamollashni davolaganda o'tib ketadigan holat. Agar qizarishlar, ektopiyalar bo'lsa, ya'ni bachadonni ichki qavati tashqariga chiqib qolgan bo'lsa, bu absolut normal holat hisoblanadi.